Yo, barchaga salom, sizlar bilan men yana Oripov. Bolalar dush hozir qaradim, video yozib olmayotgan ekan. Yerda o'tiribman o'zimga o'zim gapirib. Короче, dush 4-chi qism. 3-chi qism yozib olindim, yo'q bilmayman. Sizlardan kattakon uzr so'rayman. Sizlar siz nima qildim bilmadim, menimcha mat sotib olganman. Bu pastdagi narsalardan ham sotib oldim. Mana yerdagi dushi bratlar 3 ta brat ishlayapti makta. Unik Robux-ga. Mana dushi bazadagi hamma odamlarimizni aytib to'playapmiz. Bitta dushi odamlar to'plagandan keyin mana yerdagi davlatni bosib olamiz. Estoniyami? Shunaqa edi nomi adashmasam. Uchta odam bor ekan. Bitta vertolyot ham bor ekanda. Shu vertolyot xalaqit berib qolyapti. Sotib olmaganimiz, o'sha davlatda bosib olmaganimizcha menimcha bilmadim u. Maytlarni ochib bo'lmaydi. Men shunaqa qilib o'ylayapman, shunaqa deb. Aytdim, uni joy ham bor edi. 146 ta ko'mir yo'qdi. Qariyb endi buni sotsaylik 32 ga. Uy. Ulgurdi. Bilin pulimiz yetmaydi. Tank ferma düşüşü kuruldu. United tank işlep çıkarışıyaptı. Endi hop endi makka bitti. Yeah. Yangilandi. Vatdagi workshop qurilmagan. Güzellikte. 318'de. 312'de.
Hop. Ustalar ishini cho'tki qilyapti. Endi buni selga borib, Moto'g'aga bratga dushi sotib kelamiz. Hop, ikki o'tamiz. Tavuk. Yana bitta. Uy. Ikkita. Minecraft'ning menga yoqadigan tarafi bu zerikarli bo'lishi uchun seni kreativliging bo'lmasligi. Buni ma'lum topishim borku, soat senlar ko'rib, yangidan saqlab, taqib tugatib, keyin mana shu gapni kerak. Stand-up demoqchi bo'lganda men podcast demoqchi bo'lgandim. Shularga ilm bilan yurga o'rgatgandek. Hop, bitta. Hoppala, attuşi. Bugün bunu Tupoy davlatida attuşi bosamiz. Qani go. Vertolyotlaring bilan bosaman. O'z ajallaringni kutib olishga. Vertolyot minus. Easy, valla. Easy, so easy. Gol. Hari ini matlah soto sebelah. Iya. Nimaga sotib bo'lmayapti? Sal pastlatib qo'ysaylik. Bola bugun yursamadi, shu tugatamiz. Erta turish kerak, chunki erta yemak. Aytib bo'lsa ham ertaga короче muhim ishlar bor. Ertaga kechki payt yana video chiqadi kanalda. Addush obuna bo'lib qo'yinglar. Yoz oxirigacha 100 ta obuna bo'lish niyatim bor. Sizlar bilan doimgidek Oripov bo'ldi.